O'z davrida yoshlarning eng sevimli guruhi bo'lgan afsonaviy Setora guruhining taronalari bugun ham o'z muxlislariga ega. Ijodiy guruh hozirda qanday faoliyat olib boryapti? Mazkur savolga navbatdagi lavhadan javob olamiz. Bundan ro'parasi bir yil avval uzoq kutilgan Setora guruhining to'liq tarkibdagi konserti shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Bu yil guruh qizlari Kamilasiz yangi klip taqdim etishi bilanoq tarkibdagi o'zgarish muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Setoraning navbatdagi konserti oldidan uyushtirilgan matbuot anjumani ayni shu savolga oydinlik kiritish bilan boshlandi. Biz tarqatmadik, men guruhda qolaman va ijodimizni davom etamiz, Xudo xolasa. Va lekin hozirgi ushbu konsertga ishtirok etmasligim sababi sog'lik tufayli va umid qilamanki, mana shu holatimni, shaxsiy holatimni tushunib, hurmat qilib tushunasizlar. Davron Kabulov prodyuserligida tashkil etilayotgan oqshomning sanasi bir yil oldin belgilangan. Shu bois kutilmagan o'zgarishlarga qaramay, Setora o'z muxlislarini xursand qiladi. Bu yilda juda ham ko'p eski qo'shiqlarimiz yangraydi. O'tgan yilda yangramagan qo'shiqlar bo'ladi va juda ham qiziqarli ssenariy bo'ladi. Biza katta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Men o'zimni konsert prodyuseri sifatida bu ijodkorlar bilan ishlab rostdan maza qilaman. Haligi shunaqa bir ximiya yuzaga kelyaptiki, ortiqcha haligi bir-birimizdan bezovta qilmayapmiz-da. Haligi qanaqadir masalalar bo'ladigan bo'lsa, 3-4 savolni bitta qilib laylo qo'ng'iroq qilib davron men masala deydi. Savollar ham yechimini tezroq topishga harakat qilamiz. Umid qilamiz, chinakam san'at shaydolarini xursand qilish maqsadida o'tkazilayotgan oqshom guruh qizlarining samimiy do'stligini muxlislarga yana bir bor namoyon etadi. Nigora Elmurodova, Aydus Ermekbayev, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.